Manaqacha kim o'lib qolsanga manaqacha kim bu indizki bashara? Ota, men bu bilan Hindistonda ahd paymon qilganman. Bo'lajak keliningiz. O'ldi sharmanda. Ismi nima buni? Kamila Kayf. Kayfda tug'ilganmi bu? Menga qaragandini. Oyoq yalang yurding indamadim. Ishtonsiz yurding, vijdonsiz indamadim. Ismingni o'zgartirding indamadim. Endi bunisi ortiqcha. Tur yo'qolsin uyimdan ko'chaga ko'rinmasin. Otang meni tark etdi, indamadim. Onang meni tark etdi, indamadim. Bir chin dil sendur qadrini qayerdan ham bilaysiz? Shevana o'yiniki-ku. तुमसे प्यार है ये तुमसे प्यार है ha? Kampir. Magnitli buraya ta'sir qilyapti bularga. Serios. Tarixi, zindagi, shotaxi. Ya rohat, kayfovat, maishat kim edi buning ismi? Kamila Kayf, ota. Kamila kim nima qilyapsan qizim? Kirlaringizni yuvyapti. Ya o'lsa kir yuvmay. Kampir bir narsa deb bunga? Hay Kamila Kayf qizim, kirlaringni timsinda yuvgin. Buni gellari bor, kapsulalari bor. Kiyimlaringdan atir guldi hidi keladi. Kiyimlarni toza yuvishini ham aytgin. Yumshoq qilib yuvadi. Allergiya ham chaqirmaydi. Narxi ham qimmat emas. Shunda yuvgin, zo'r yuvasa. Kamila Kayf, nahi. Paxi. Paxi. Paxa deydimi? Ana sizga ko'pi. O, kofemi? Asta. Ay, buncha shirin. Bu uyimizda kofe yo'q edi, qayerdan damlading? Ana Kamila Kayfni ko'zasining ichida kofidan damladim. Zo'r ekan, original ekan. Qotillar. Tinchlikmi kelin? Bu ko'zada otamni xoki bor edi, qani?